nafs haqida gaplashmoqchimiz. Nafsni tiyish juda kuchli narsa. Nihoyatda qiyin mushkulot narsa. Badiiy asar yozganda sizni u esankiratib qo'yish kerak. Siz boshqa olamlarga olib kirish kerak. Vijdonni tanib olsak, nafs bilan kurashishimiz oson bo'ladi. Amaldor odam deydi, men maza qilaman deydi. U mening eng yaqin do'stim deydi. U men bilan kurasha olmaydi deydi. Meni men qilgan sensan, sen qilgan menman deb. Bizni sochimizni uchidan tirnog'imizgacha nafsni quli bo'lib qoldik. Bular bo'lmas qo'shiq kliplar ko'payib ketdi-ku, lekin Ozarbayjonda she'r kliplari juda ham ko'p. Nasimini ham, Nizomini ham pardasiz o'sha nizomiy tilida gaplashadi-da. Vijdon degani muhabbat degani. Assalomu alaykum taraflar. Bu gal ham sizni o'ylantiradigan, mulohazaga chorlaydigan mavzu haqida gaplashish uchun sevimli shoiramiz Farida Afruzni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Farida opa, bir mavzu ko'tarmoqchiman-da, to'g'ri bu mavzuga yechim bera olmasman men. Ya balki bu haqida gapirishga men hali yoshdirman. Ammo sizdan oladiganlarim ko'p va bisyorligini bilaman. Nafs haqida gaplashmoqchimiz. Bu buyuk haqiqat haqida gaplashar ekansizda. Ulkan. Bilasizmi, siz ham o'qigan bo'lishingiz kerak. Turklarning bir yaxshi shoiri, yozuvchisi bor. Fotih Duman. O'sha Fotih Dumanni Men degan asari bor. O'shanda men juda ham qoyil qoldim shu kitobni o'qiganimda. Mana bizdachi yozuvchilarimiz, shoirlarimiz hikoya ko'proq qiladi-da, hikoya. Shoirlarda masalan yechimi bor, kulminatsiya nuqtasi va xulosasi bor. Yozuvchilarimiz jurnalistlardan uncha farq qilmay qolganlari ham bor-da. Badiiy asar yozganda sizni u esankiratib qo'yish kerak. Siz boshqa olamlarga olib kirish kerak. O'sha Fotih Duman shunday qilyapti. Birinchidan men deb aytilgan nafsni tilidan, nafsni o'zi tilidan so'zlatyapti. Ikkinchidan uning ichida o'zi ham bor, o'zining hikoyasi ham bor. Uning ichidan yana o'sha Aziz Mahmud Xudoyi haqida va uning qanchalar nafs bilan kurashgan kurashlari haqida hikoya qiladi. Ko'ryapsizmi? Bir nafs haqida gapirganida edi, juda zerikarli bo'lardi. Lekin o'shani hech xohlamay kitobni tasodifan sotib olgan, o'qigisi kelmay o'qiy turgan bir o'quvchi ham bor uning ichida. Shu qadar qiziq qiladiki, siz u nima deyapti ekan, endi nafs nima deyapti ekan, endi Mahmud Xudoy nima deyapti ekan, yozuvchi qayerda turibdi degan sizni nima qiladi? O'ynatadi. Sizni shunday ruhiyatingizni o'ziga tortadiki, hayron qoldim. Haqiqiy asar shunday bo'lishi kerak-da. Endi Mahmud Xudoyi nafaqat nafsini tiygan. O'zi aslida nafsni tiyish juda kuchli narsa. Nihoyatda qiyin mushkulot narsa. Bir safar tiyasan, ikkinchi safar yana ustunlik qiladi, boshqa qiladi. Faqat nafs bola inson tug'ilibdiki, nafs bilan tug'iladi. Uni biz shayton deymiz, shaytonga tuhmat qilamiz. Aslida shayton boshqa, nafs boshqa. Mana shu kitobni o'qigan odam o'sha shayton bilan nafsni va o'zini tanib oladi. Bu ichingdagi ovoz senmisan, nafsmi yo shaytonmi? Yo Rahmonmi? Qarang-da, odamning ichida nechta nima yashaydi? Senmisan, o'zliging? Sen o'zligingmisan? Yo nafsmisan, shaytonmisan, Rahmonmisan? Ana shuni tanitadi. Mana kitobning vazifasi. Biz endi ana shu Mahmud Xudoyiylar nafaqat nafsni, nafs degan tushunchani fikridan olib tashlagan. Bilyapsizmi bu qanchalik katta kuchliligini? Nafs degan tuyg'uni o'zini olib tashlagan. Va nafs o'shanda xafa bo'lyapti. Men shuncha yo'ldan nima qildimki, men endi unga aylanib boryapman deydi. Nahotki nafsdek ochofat, nafsdek buzg'unchi, yulg'ich narsa u sekin asta avliyoga qo'shilib
aylanib boryapman dedi. Men yengilganlarimni sezyapman dedi. Men butunlay qochib ketdim. Yo'q, men uni oldida dedi. Ko'ryapsizmi? Endi nafsni bilasizmi? Nafsni dushmani vijdon ekan. Vijdon. Vijdoning o'sha seni ichki ovozing. Nafs bilan kurashuvchi, shayton bilan ham kurashuvchi sening vijdoning. Vijdon nima? Vijdon seni kimligingni mahkam ushlab turadigan imoning. Imon. Biz ana shu imon bilan imonni tanib olsak, vijdonni tanib olsak, nafs bilan kurashishimiz oson bo'ladi. To'g'ri, avliyolar ma'lum bir dunyoda mana 500 ming qancha yillar o'tib ketgan bo'lsa, asrimiz biz bilganlar ichida sanoqli avliyolar shunday qila olgan bo'lsa, bu jamiyatda yashay turgan, bu odamlar ichida yashay turgan odamlarga nafsni tiyish, nafs bilan kurashish juda oson emas. Lekin insof degan narsa. Har bir narsaga o'rtacha me'yor deyapmiz, o'sha insof degani. Har kim o'zini nafsini tiyib yashasa, siz tiydingiz bir narsada, men tiydim bir narsada, hamma narsa hammaga yetardi shunda. Ochofat bo'lmasak, hammaga hamma narsa yetadi. Chunki Alloh behisob qilib qo'ygan uni. Rizqimizga, niyatimizga, ko'nglimizga, harakatimizga yarasha beraveradi. Taqdir nima? Biz ana shu 5 ta sanagan hislatlarimiz tufayli keladigan omad. Lekin mana o'sha nafsimiz ham bizni qaysidir qismimiz-ku. Kesib bo'lmasa ekan, bir yurish kerak ekan, uni tarbiyalash mumkin ekan. Agar shunga kuch kerak bo'lsa deyman-da. Tarbiyalanmaysiz. Undan kechish, u bilan faqat kurashasiz xolos. Uni tarbiya qilib bo'lmaydi. Siz Mahmud Xudoy kamida Mahmud Xudoy bo'lishingiz kerak-da. Uni tarbiyalash uchun. Uning uchun faqatgina g'orlarda yashagan avliyolar, zohidlar shu ishni qila olgan. Tarbiyalab olgan. Tarbiya, ya'ni kecha olgan. Kecha olgan. Nafsni tarbiyalab bo'lmaydi. Insofga chaqirib o'zing aytaman, imoningizni tarbiya qilish mumkin. Imonni qancha kuchaytirsangiz, nafs qancha o'shancha zarar maydalashib ketaveradi. Va oxirgi paytlardami yoki dunyo yaralibdimiki, o'sha nafs bilan bog'liq hikoyalar, nafs bilan bog'liq she'rlar, qo'shiqlar yoki nafs bilan bog'liq fikrlar juda ko'pda. Va qarangki, bu mavzu ham o'lmas mavzu ekan. Chunki u halokatga olib kelyapti-da. Urushlar nimaga bo'lyapti? Nafs turibdi xolos uni orqasida. U bir adolat turayotgan yo'q. Hech qachon. Bugungi notinchliklar, notinchliklar. Qarang qanday notinchliklar bo'lyapti. U haqida gapirgim ham kelmaydi. Chunki ular o'sha mamlakatni, o'sha millatni, o'shani fe'liga, niyatlariga yarasha bo'lyapti. Nafsiga yarasha bo'lyapti. Faqat nafs boshqaradi xolos. Buni aytadiki, men deydi, nafs o'shani qarang. Esingizda bo'lsa, amaldor odamda deydi, men maza qilaman deydi. U mening eng yaqin do'stim deydi. U men bilan kurasha olmaydi deydi. Boy odam bilan deydi. Ikkinchi boy odam bilan deydi, kurasha olmaydi. Kurashmaydi, u meni o'rtog'im dedi. Men uman deydi. Aqlni dushmani ko'ngil bo'lgani kabi, nafsni dushmani iymon, vijdon. Vijdonimizni pok qilaversak, u chekinaveradi. Aytaylikki, bir odam qiynalib turibdi. Unga vijdonan yordam berdingiz. U nafs aytadi, nima qilasan? Qismati shuda deydi. Yoki akasi yordam bersin, otasi yordam bersin. Siz aytasiz, yo'q. Ichingizdagi ovoz. O'sha ichki ovoz, o'sha vijdon. O'sha yordam berdingizmi, siz ana bitta har bir qadamingizda yengdingiz, demak u kamayib boradi. Tushundim. Ajoyib. Aynan mana shu kitobda yana bir so'z bor edi. Iqtibos, bu ajoyib menga
etimni jimirlatganda nafs bilan o'zaro suhbat bo'layotgan paytda meni men qilgan sensan, seni sen qilgan menman deb nafsni shunaqa gapi bordi. Endi sen men bilan kurashmoqchimisan? Endi sen meni ayblamoqchimisan? Aslida meni shunchalik qilgan o'zingsan-ku. Qarang, qanday go'zal. Meni men qilgan sensan, seni sen qilgan menman. Menman. Seni Nafs sen shunaqa qilgan degan menman. Nafs shundayda. Bizni sochimizni uchidan tirnog'imizgacha nafsni quli bo'lib qoldik. Nafsni o'rasidan chiqolmay qoldik. Bugun boy bo'lsak, 1 so'mlik bo'lsak, ertaga 3 so'mlik bo'lga ega bo'lgimiz kelyapti-da. Iymon, o'sha vijdon, me'yor, mana shu narsalar buzilib qolgan joyda hammani aytmayman. Yo'q, hamma unday yashamayapti. Hamma joyda ham, hatto o'sha urush bo'lib turgan, o'sha bir devonalar boshqarib turgan mamlakatlar ham unday emas. Iymoni, vijdonli, nima diniga ham qat'iy nazar, irqidan ham qat'iy nazar bor odamlar unday yashamaydi. Hattoki nafsini yengayotgan, kurashayotganligini bilmasdan ham iymoni bormi, vijdoni bormi, uni u tuyg'ularda his qilmasdan ham shunday to'g'ri yashay turgan, toza yashay turgan odamlar ko'p. Rohatda. Nafsning oxiri halokat. Aynan mana shu kitoblarni o'qib chiqdingiz, siz shunaqa kitoblar aytdingiz, asr yozuvchi shunaqa bo'lishi kerak dedingizki, mana shunaqalar insonlar e'tiborini tortadi. Bizda bunaqa kitoblar kamligini sababi nimalarda deb ko'rasiz? Mana buni endi shoiraligingiz emas, ijodkorlik emas, tarjimalaringiz ko'pligini nazarda tutib aytaman. Tarjima qilgan kitoblaringizni tarjimon sifatida ham so'rayapman-da. Bunaqa odamlar, yozuvchilar bir keladi. Bir asrda bir, 5 asrda bir keladi. Buni hamma ham bunday deb yozolmaydi, hamma bunday yozishi ham mumkin ham emas. Hamma bir xil yasholmaydi-da. U bir kelib qoladigan o'sha da'vat, seni ko'zingni siz orqali, o'sha kitob orqali yana qancha odamning ko'zini ochadigan odamlar bor-da. U dunyoda boshqa bir diniy narsalar, dunyoda boshqa shunday odamlar borki, ular dunyoning ustunlari. O'zlari ustunligi ekanligini ham bilmay o'tib ketadi. Shunday odamlar borki, balogardon, avtotlar bor. Balogardonlar bor. U kirgan joyga da zilzila bo'lmaydi. U kirgan joyda yong'in bo'lmaydi. U kirgan joyga qut baraka kiradigan odamlarimiz bor. Ular o'zlarini shunaqa ekanligini ham bilmaydi. Atrofdagilar ham bilmay o'tib ketishi ham mumkin. Biladiganlar ham bor. Bular odam zoti shunchalar go'zal va har xil toifali qilib yaratgan Allohki, shunisi bilan go'zalda. Siz borgan yo'llar doim ochiq. Yoki siz borgan joylar doim berk. To'siqlar boshqalar. Ana o'shandan odam ajratsa bo'ladi. O'zini bilsa bo'ladi. Mana mavzu nafs haqida ketar ekan, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Nafs inson bilan teng ulg'ayadimi? Albatta. Unga mana aytayapti-ku, u boy odamni juda ham meni do'stim dedi, uni bo'lgan sari bo'lsin deydi-da, ulg'ayadi. Bo'lgan sari bu. Avvalgi suhbatlarimizda farosat inson bilan birga tug'iladigan bir narsa degan edingiz-ku. Nafsga qanday baho berasiz? Nafs ham tug'iladi birga. Lekin uni kurashi, uni yengish mumkin. Farosatsizlikni yengib bo'lmaydi. Farqi shunda. Bitta jumla bor. Hakkalaga o'tib ketgan nafs deydi-ku, ya'ni bunchalar nafsimiz bunaqa bo'lib ketishiga sabab nima ekan? Shu yana bir bahona qidirmayapmanmikin? Shu kimdandir yoki nimadandir shunaqa bo'lyapmizmikin? Birovdan izlamaslik kerak o'zi aslida-yu. Hakkalaga o'tib ketganini sababi ilmsizligimizda. Yana o'sha odamiylik ilmini bilmay qo'yganmiz. Odamshunoslik yo'q bizda. Qalbshunoslik degan ilm bo'lishi kerak. Odamshunoslik. Mana aynan Qur'on, aynan hadislar qalbshunoslik ilmi
Mana shularni to'la egallashimiz kerak. O'shanda uni xohlasak kurashamiz, xohlasak o'shani gapida yuramiz. Odamshunoslik ilmi bugun yetishmay turibdi. Hozir bir gap aytsam ayollar jahli chiqmasa ekanmi yoki buni toifaga ajratib bo'lmaydimikin? Mayli, men uzr so'rayman. Nima deb o'ylaysiz? Ayollar nafsi bilan erkaklarning nafsini taqqoslagan paytda kim ko'proq g'olib chiqadi? Yoki insonlar hammasida bir xil deb o'ylaysizmi? Insoniyatda bir xil. Chunki zeb-u ziynat, boylikka ko'proq ayollar qaramroq deyiladi-ku, shuning uchun. Erkaklar shahvatga, amalga, boylikka bunday. Aytyapman-ku, erkak va ayolni faqat nafsini ko'rinishlari boshqacha xolos. Turi boshqacha. Darajasi bir xil. Darajasi bu nafs, uni ham bir. Bu ko'chadan boshqa narsa izladi erkak. Bu uydan boshqa narsa izladi. Bu tilla xohlayapti, bu ayol xohlayapti. Ikkovi ham bir xohish. Ikkovi ham bir xil. Yaxshi narsa emas. Turi xolos. Ko'rinishi boshqa, nomi boshqacharoq. Bolalikda biz yana odamshunoslikning ichida bilasizmi, eng birinchisi bolalarimizni nafsini tiyishni o'rgatishimiz kerak bolalarimizga. Ikkita narsa berib, bittasini keyin yeysan deb berish kerak. Ikkalasini ham barobar yedirmaslik kerak. Aynan ikkita berib, bittasi bugun, ertasi unisini keyin yeysan deb qo'yish kerak. Nafsni tarbiyalash kerak. Ana shu tarbiya. O'sha mana kurash. Nafsdan ketish. Bolalarimiz hozir juda ham bergan saring kuchayadi-da u, nafs kuchayadi. Biz hozir o'zimizni ota-onalar go'yo ularga hamma sharoit yaratib beryapmiz, aytgan mashinasini olib beryapmiz, uylar olib beryapmiz. Shu bilan uni nafsiga kuchaytirib beryapmiz, nafsiga suv qo'yyapmiz, nafsini tarbiyalayapmiz, o'g'it solyapmiz. O'shancha bilan yana ham kam bo'ladi. Ertaga bugun ota-onadan talab qilsa, ertaga davlatdan talab qiladi. O'zi ishini qilmaydi. Atrofimizda to'lib yotibdi. Davlatga, vatanga hech narsa qilmagan, birorta bir foydasi tegmagan odamlarimiz bor. Aynan o'shalar ko'p narsa talab qiladi. Nafsning ko'rinishi-da bu ham. Bu ham ko'rinish, albatta. Demak, ming bir xil ko'rinishi bor ekan nafsning. Turlanadi. Sizga moslashadi. Nima qilib bo'lsa ham sizdan ketmaydi. Nima qilib bo'lsa ham. Nafsiz tug'ilganlar ham bo'ladimi? Yoki yer sayyorasida nafsiz tug'ilishning iloji yo'qmi? Yo'q, odamzod borki nafs bilan dunyoga keladi. Berilganda u. Sinovda bu. Sinov berilgan, nafs bilan sinadi. Biz bu dunyoga nafsni tashlab ketamizmi shunda? Ketganimizda? Albatta. Tirik odamni, nafs tirik odam uchun. Bu dunyoda nafs degan gap yo'q edi. Bittaga xohishlari yo'q. Bu dunyoda tug'ilding nafsing bilan, o'lasan nafsdan qutulasan. Ko'zi tuproqqa to'lmaguncha odamzod nafs birga yashaydi. Farida, bu qanday davrlar yoki qaysi yoshdagi insonlarda nafs bilan bog'liq mana shunday chiroyli suhbatlarga ehtiyoji baland deb o'ylaysiz yoki mana bunaqa joylarda gapirilishi kerak o'zi ko'proq deya olasiz? Hamma joyda. To'xtamay gapirish kerak. Hamma joyda. Qo'lingizdan kelsa, davrani ola olsangiz, qo'lingizdan kelsa, o'sha mavzuni, har qanday mavzuni ham shunday burib yuborishingiz mumkin. Har doim har joyda aytish kerak buni. Gaplashish kerak. Odamni o'ziga vijdonni uyg'otib qo'yish kerak-da. Nafsingiz kuchayib ketmadimi? Nafsingizni tiya olasizmi? deydigan odamingiz bormi yoningizda? deydigan har kim odamda shunaqa odami bo'lishi kerak. Seni vijdoningga rahmat aytib, seni nafsingni tiyishga haligi yordam beradigan do'st bo'lishi kerak. Bizda unday odam yo'q. Masalan, juda ulug' juda mashhur hofizalarni bilaman-da. Yonida nahotki deyman o'shani
nahotki yonida bitta to'xta deydigan do'sti yo'q ekan deyman. To'xtata oladigan. Har bir odamni oldida bitta to'xtatadigan otasimi, onasimi, do'stimi, yorimi, bolasimi kimdir to'xtatadigan odami bo'lishi kerak. Ana shu odamgina do'sti uni. To'g'ri. Nafsini kuchliligidan do'st ham kerak bo'lmasa kerak edi. Kimga kerak u nafsga dushmanlik qiladi? Qarang, bu ham shu bilan o'lchansa kerak edi. Do'stda asl do'st ana shunday to'xtata olish kerak seni. Va ko'zini ko'rsata olish kerak. Buni hozir gapiryapsiz, hamma narsada nafsni ko'ryapman-da. Hamma joyda va hamma narsada. Hamma narsada. Bugun ilmsizligimizdan dedingiz-ku, ilmlarni urchib ketishi, ming xil ilmlarni urchib ketishi, kerak emas kitoblar, kerak emas ilmlar bo'ladi-ku, masalan, kerak emas ilm o'zi yo'qdir-ku, yoki noto'g'ri narsalarni ko'pib bilim yoki pul uchun paydo bo'lgan ilmlar ham bor-ku bugun Farida opa. Ularning tagida ham baribir ilmda har kimga sizga bir piyola ilm kerak. Kimgadir bir choynak kerak. Kimgadir uni zarracha kerak. O'shaning uchun ilmni kerak emasligi bo'lmaydi. Lekin uni tanlab olish uchun ham ilm kerak-da. Ko'zingiz ochiq bo'lishi uchun ham ilm kerak. Bugun chunki keraksizligini. Pulli narsalar ko'payib ketib, erkaklarni to'plab dars o'tish mumkin, ayollarni to'plab dars o'tish mumkin. U nima bilan bog'liq masalan? Shaxsiy rivojlanish deydi, boshqa deydi. Agar tagida ko'proq manfaatdor bo'lsa pulga, buni ham nafs bilan bog'lasa bo'ladimi? Bilasizmi, shunday davrlar keladiki, odamlar tug'iladi. Davrlar keladi, payg'ambarlari keladi, davr keladi, podsholari bo'ladi-da. O'sha davr uchun bo'ladi. Balki hozir shunaqangi bir ehtiyoj paydo bo'lganki, erkinlik. Erkinmiz, fikrlayapmiz erkin biznes qila olyapmiz. Prezidentimiz tomonidan, davlat tomonidan qonunlarimiz hammasi yo'l ochib beryapti. Balki shuning uchun bo'layotgandir. Bulardan masalan yaxshilikka yo'yish kerak. Ularni muhokama emas, yaxshilikka. Sizni g'ashingizga tegayotgandir. Kimgadir foydasi tegyapti-da uni. Shuning uchun har qanday ilmni egasi bor. Birov birinchi klass, birov akademik. Unga yarasha unga yarasha unga. Bizning suhbatlar ham shunaqa. Masalan, mana shu yerda bizni tushunadiganlar, bizga balki shu gaplarni eshitishda xohlay turganlar bordir. Qayerdadir eshitgisi kelay turgandir. Shunday. Ajoyib. Suhbatimiz yaxshi davom etmoqda. She'r eshitamizmi Farida opa? Bo'ladi. She'rsiz yashab bo'ladimi? Men bitta Ozarbayjonlarning Ramiz Ravshan degan juda mashhur shoiri bor. 80 yoshdan oshdi. Hayot bilan hozir? Hayotda. Biz Ozarbayjonga, Bakuga borganimda hatto ko'rishmoqchi bo'ldik. U istimalab yotgan ekanlar, lekin telefonda gaplashdik. U vaholanki qarang, u meni bilar ekan. Men seni bilaman dedi. Sen meni she'rlarimni tarjima qilgansan. Men seni juda yaxshi bilaman desa bo'ladimi? Boshim osmonga yetdim. Uni she'rlarini juda yaxshi ko'raman. Bir she'ri bor edi. Yavaş yavaş sevdim seni degan. Asta asta sevdim seni degan. Shundan ilhomlanib yozadim. Bu erkaklarga qo'llanma ham deyish mumkin. Qanday sevishni o'rgatamiz. Meni ozoz sevdir. Asta va sokin. Qo'llarimni o'rgat qo'lingga. Ko'zlarimni ko'zingga o'rgat. Yo'llarimni yo'lingga o'rgat. Etaklarim uchsin sen tomon. Ro'molim qush bo'lsin bo'yningda. Meni ozoz sevdir. Asta va sokin. Va kunda sevay. Kulganda sevay. Bulutlarda aksing ko'rinsin, tog'larda, bog'larda. Har nega boqsam ham sen ko'rin. Nafasingni sezay yelkalarimda. Kafta don yegan qushchalar kabi o'zingga o'rgat. Va
meni oz sevdir, asta va sokin. Sochlaring iforin yubor shamoldan, yomg'irlaring yuvsin ko'z yoshlarimni, tirnoqlarim yonsin, qarog'im yonsin, lablarim yorilsin aytar iqrordan. Ichimda bir juvon yayrasin. Va meni oz sevdir, asta va sokin. Sezmayin qolayin yashayotganim, sezmayin qolayin o'lib qolganim. Ajoyib. Ajoyib. Ozarbayjon she'riyati juda ham to'lqinli she'riyat, ehtirosli she'riyat. Shunday go'zal she'r o'qishadi ularki, mana bizda bo'lar bo'lmas qo'shiq kliplar ko'payib ketdi-ku, lekin Ozarbayjonda she'r kliplari juda ham ko'p. Nihoyatda. Men aytamanki, buni sababi ular Nasimiyni ham, Nizomiyni ham pardasiz o'sha nizomiy tilida gaplashadi-da. O'rtada jarsiz gaplashishadi. O'sha tilda gaplashadi. Ular sug'orilgan Nasimiy bilan Nizomiyni. Bizni Navoiyimiz o'rtamizda, siz bilan biz o'rtamizda ancha Xitoyda devori bor. Ma'lum odamlargina o'qiy oladi xolos, tushuna oladi xolos. Unga kirishsang tushunasan, lekin o'rtada bizni juda ham ko'p yo'qotishlarimiz, bosqinchiliklar, yo'qotishlarimiz ko'p bo'lganligi uchun bu adabiyot bizdan izlanib ketdi va tilimiz izdan chiqib ketdi. Shuning uchun biz Navoiy tilida yozolmaymiz, Navoiy tilida gapiramiz. Ular hali ham Nizomiy va Nasimiydan gapiradi. Yana bir tomoni borki, gapingizni bo'ldim. Yana bir tomoni bor, Nasimiydan siz boshlasangiz, hamma u qaysi ishda rahbarmi, olimmi, shofyormi, ovqat solay turgan tarigiga ovqat solay turgan kosaga ovqat solayotgan bir odam, oshpazmi, baravariga xo'r bilan aytadi. Birgalashib aytadi. Juda havas qilasan. Sevgisini cho'shqin Ozarbayjon dedingiz-ku. Asli o'sha sevgi borligi uchun shundayda, hayotda ham bordi ularda mana shu sevgi saqlanib qolgandi. She'r hali aytdingiz-da, siz vositasiz xolos, siz qachondir uchrashuvimizda. She'r shunaqa vositada, she'r qalblarga sevishni o'rgatadi. Sevilishni o'rgatadi, sevdirishni o'rgatadi. Sevgi bu u bitta shoirniki, bu yozilgan sevgi haqida she'r bitta shoirda qaysidir qalbida shunday bir epkan bu o'tib ketgandir, lekin u ko'prikda. Millat rizqi ya'ni. Nasimiyning she'ri, otasi yodlagan she'rda bolasi bilib tursa, bolasini yana bolasi bilib tursa. Shuning uchun-da o'shancha sevgi bor deb o'ylayman. She'r bor joyda sevgi bor. Quvonch bor. Keyin qo'shiq. Ularda keyin qo'shiq. E'tibor qilsangiz, Ozarbayjonlar juda ham ko'p qo'shiqdan avval ko'p musiqa chaladi. Keyin shu bilan birga o'zini ovozini ham ohang qilib ancha baqirib ham turadi. Shunday mug'omlari. Shunaqangi ko'p musiqa chaladi. Musiqada shart emas nimadir deyish. Keyin unga ham to'lmay, sig'may ketgandan keyin qo'shiq aytadi. To'g'ri, go'zal. Ularda alohida adabiyot degan kanali bor, telekanali. Kech-kecha shoirlari she'r o'qiydi. Xolasangiz o'chirib qo'yasiz, xolasangiz kech-kecha eshitib o'tirasiz. Ajoyib. Qarang, dastur nafs bilan boshlandi. Muhabbat bilan yakun. Qarang. Bu ajoyibdi. Muhabbat bor joy nafsda umuman nimasi yo'q. Ahamiyati ham yo'q, unga umuman joyi yo'q. Nafs bilan sevilay turgan uchun, uylanay turgan uchun nafsdan boshqa hech narsa yo'q edi. Quvib chiqaradi-da. Imon, vijdon degani muhabbat degani. Taraflar dasturini boshqa taraflarga, yaxshi va xayrli taraflarga burib borib har doim bizni quvontirasiz. Aynan mana shunaqa sevgi, muhabbat bilan yashashingiz va buni yuqtirishingiz va millatga sevgi va muhabbatni, sof, ekologik muhabbatni o'tkazib berishda hech qachon charchamay xush kelibsiz dasturimizga. Salomat bo'ling.